Hammaga assalomu alaykum. Computer Science fanining onlayn darslarimizni davom ettiramiz. Demak, bugungi darsimizda bitta dastur tuzamiz. U dasturimiz bizdagi bor mahsulotlarni mijozlarga ko'rsatuvchi va mijozlar tanlagan mahsulotlarni umumiy qancha summa bo'lganini qaytaruvchi dastur bo'ladi. Buning uchun biz mahsulotlar joylashgan CSV fayl yaratib olganmiz. Bu yerda ID'lar, mahsulot nomlari, narxi va miqdori berilgan. Bugun shu CSV fayldan foydalanamiz. Demak, dasturimizni boshladik. Birinchi navbatda while true yordamida mijozdan nima qilmoqchiligini bilib olamiz. Print birni tanlasa show me products. Ikkini tanlasa dasturimiz yakunlanadi. Endi bunga menu berib ketamiz. Menu input choose action. If agarda menu 1 ga teng bo'ladigan bo'lsa, dasturimiz davom etadi. Print qaysidir son yozib turay. Agar else qolgan barcha holatlarda break dasturimiz butunlay yakunlanadi. Buni dasturni tuzib oldik. Endi biz qiladigan ishimiz menu 1 ga teng bo'lganda bizdagi bor mahsulotlarni mijozlarga ko'rsatish kerak dasturimiz. O'tgan darsda bir nechta funksiyalar tuzdik. Bu CSV fayllar bilan ishlashga aloqador funksiyalar. Bu yerdan bizga CSV fayldagi ma'lumotlarni listga o'zgartiruvchi bir dona funksiya kerak. Buni chaqirib olamiz bu yerga import yordamida. From fayl nomini yozamiz. CSV functions import CSV to list. Buni nomi uzun bo'lgani uchun as yordamida qisqartirib olamiz. Bosh harflarni olaylik. CTL yordamida. Endi dasturimiz 1 ga teng bo'lsa CTL va bu yerga CSV fayl nomini kiritishimiz kerak. Products CSV. Products qilamiz. Dasturimizni ishga tushirib ko'ramiz. Birni tanlasak dasturimiz ishga tushmaydi. Sababi CSV to list o'ziga argument qabul qilmaydi. Aynan shuni argument qabul qiladiganga o'zgartirish uchun bu yerda argument berib ketishimiz kerak. File name misol uchun va bu file name aynan shu yerga joylanishi kerak. Mana endi dasturimiz ishga tushadi. CSV qilamiz. Birni tanlasak, mana bizdagi barcha mahsulotlar list ko'rinishida bizga qaytib keldi. Endi buni mijozlarga shunday ko'rsatib bo'lmaydi. Buni ozgina o'zgartirib, chiroyliroq ko'rinishga keltirib olamiz. Birinchi navbatda biz qiladigan ishimiz column name'larni alohida ajratib olishimiz kerak. Buning uchun dasturimizni to'xtatib turamiz va buni alohida ajratib olish uchun uni indeksiga murojaat qilamiz. Listimizda 0-indeksda column name'lar joylashgan. Endi buni ishga tushiradigan bo'lsak, bizga list ko'rinishida column name'larni qaytaradi. Agar ularda alohida har bitta columnga murojaat qiladigan bo'lsak, listdan chiqarilgan holatda dasturimiz ishga tushadi. Aynan bizga shu holat kerak. Buning uchun alohida olamiz. Har birini indeks 0-indeks buni kopiya qilamiz. Birinchi, ikkinchi va uchinchi indeks. Bu yerda nima qilyapmiz? Product ID ga, products ga, ya'ni kolumnda har bir nomiga alohida murojaat qilyapmiz. Bu bizga kolumn nomlarini listdan chiqarilgan holatda qaytaradi. Mana, listdan chiqarilgan holatda bizga qaytib keldi. Endi bu yerda product ID ni o'rniga shunchaki ID yozib qo'yaylik. Buning uchun bu yerga ID berib ketamiz xolos. Endi bu product ID bizda ID ga o'zgaradi. Buni yana ham chiroyliroq ko'rinishga keltirish uchun, ya'ni bir-biridan ajralib turish uchun
shunaqa chiziqlar qo'yib ketamiz har biriga. Kopiya. Va oxiriga ham yakunlovchi chiziqni qo'yamiz. Endi dasturimizni qaytadan ishga tushirib ko'rsak, show me products. Mana ko'rib turganlaringdek, har bir kolumn nomi alohidadan ajratilgan holatda chiqdi. Endi buni yana ham yaxshi ko'rinishga keltirish uchun yuqori va ostki qismlariga chiziqchalar qo'yib ketamiz. Print 36 beramiz. Buni kopiya qilib ostiga ham 36 ta shunaqa chiziqdan berib ketamiz. Bu yerda har bitta elementni alohidadan sanab chiqsanglar 36 ta element bor, ya'ni uni tepasiga va ostiga ham 36 tadan shunaqa chiziqlar qo'yiladi. Qaytadan ishga tushirsak, mana. Endi yana ham chiroyliroq ko'rinishga keldi. Xuddi shu tartibda mahsulotlarni ham shunaqa ketma-ketlikda chiqarishimiz kerak. Buning uchun mahsulotlarni har birini alohida-alohidadan chaqirib olamiz for loop yordamida. For I in har bitta mahsulotni alohida olish uchun o'zimiz yaratgan listdan foydalanamiz. Ctl va csv fayl nomi. Bu yerda biz kolumn nomlarini alohida ajratib oldik. Shuning uchun kolumn nomlarini tashlab ketishimiz kerak endi. If I ning 0-indeksi bir id ga teng bo'lsa, bu yoqqa ko'rib olamiz. Mana product id ga teng bo'lsa, continue for. Ana endi bu dasturimiz fayldan bizga faqatgina qiymatlarni qaytaradi. Print yuqorida nima ish qilgan bo'lsak, xuddi shu ishlarni qaytaramiz. Bu yerga ham shuni olib tushib. Endi bularning o'rniga i1 qo'yib ketamiz. Bu yerda I ning 0-indeksi. Ya'ni biz bu yerda ma'lumotlarni listdan chiqarish uchun har biriga alohida murojaat qilyapmiz. I ning 2 va I ning 3-indeksi oxirida bo'ladi. Va dastur yakunlanganda tagiga 36 ta chiziqni yana qaytadan yozib chiqamiz. Dasturimizni ishga tushirib ko'rsak, products. Mana bu yerga ma'lumotlar kelib tushdi, lekin e'tibor beradigan bo'lsanglar, bu yerda ma'lumotlar tartibli joylashmagan. Bular tartibli qilamiz. Birinchi navbatda ID'larni oddiy raqamlarga o'zgartirishimiz kerak. Sababi buni mijozdan so'rash ozgina noqulay. Mijoz o'zi kiritishga ham va ma'lum bir kamchiliklarga ham sabab bo'lib qoladi. Shuning uchun biz bu yerda counter berib olishimiz kerak. Counter va uni 1 ga tenglab qo'yamiz. Va buni o'rniga counter berib ketamiz. Va dasturimiz yakunlangandan keyin keyingi qadamga o'tayotganda counterga har doim bir qiymat qo'shib ketsin. Endi dasturimizni qaytadan ishga tushirib ko'rsak, mana ID'lar o'z joyiga keldi, yaxshi ko'rinishda. Navbatdagi qiladigan ishimiz bu har bitta kolumnga ma'lum bir kenglik berish, ya'ni u kengligidan oshib ham ketmasin yoki u kengligidan kichkina ham bo'lib ketmasin. Buning uchun qaraymiz, ID bizda ikkita element olyapti va bizni ID pastdagi ID'larimiz, raqamlarimiz, ya'ni bitta elementdan tashkil topgan hammasi. Bunga bitta space qo'ysak, bu ma'lum bir kenglikka ega bo'ladi. Buning uchun bu yerga bitta space qo'shishimiz kerak, ID dan so'ng. Bu bizda bitta space hisoblanadi, ya'ni Pythonda buni agar bitta space qo'shadigan bo'lsak, ichiga bu ikkita space bo'lib ketadi. To'g'risi nimagaligini bilmadim, lekin shunaqa ishlar ekan. Keyingi navbatda bu products ga e'tibor beradigan bo'lsanglar, 8 ta elementdan tashkil topgan.
Buni space'larni ko'paytiramiz. Bu yerda bitta space bo'lganini hisobiga biz 7 ta element yozamiz. 7 tadan ayiramiz. Len i ning birinchi darajasi. Bu yerda nima qilyapmiz? Har bitta elementni nechta element olayotganini va buni elementlar kengligidan ayirib turib, space'larni shunga ko'paytirib qo'yapmiz. Endi keyingi qiymatga oladigan bo'lsak, price bu 5 ta elementdan tashkil topgan. Lekin bizni qiymatlarimiz hammasi 1, 2, 3 ta elementdan tashkil topgan. Bunga bitta space qo'shib qo'yishimiz o'zi yetarli. Ya'ni bu bitta space ochganimiz bu Pythonda ikkita space'ga teng bo'ladi. Va yakunida quantity bizda 1, 2, 3, 4, 5, 8 ta elementdan tashkil topgan ekan. Lekin bizni qiymatlarimiz bo'lsa, ba'zilari 4 ta, ba'zilari 3 ta elementdan tashkil topgan. Bunga ham ko'paytirish amalini bajaramiz. Space ochamiz. Uni ko'paytiramiz. Xuddi shu narsani olib kelib qo'yamiz yana. 8 ta element bo'lsa, bizdagi space mana bu space bu bitta element, bu bilan 8 ta bo'lyapti. Bu 8 ta elementdan bu elementni ayraymiz va shuncha space'ga ko'paytiramiz. I ning 3-indeksi. Buni olib tashlaymiz. Belgir qo'yib qo'yamiz. Endi dasturimiz yana ham yaxshiroq ko'rinishga keldi. Ishga tushirib ko'rsak, uni qaytadan tanlaymiz. Mana ko'rib turganlaringdek, har bitta element ma'lum bir kenglikka ega. Tartiblangan, joylashgan, hammasi yaxshi. Keyingi qiladigan ishimiz userdan mahsulot sotib olmoqchimi yoki yo'q, shuni so'raymiz. User input agar u 1 ni kiritadigan bo'lsa yes yoki 2 ni kiritadigan bo'lsa no beramiz. Agar user 1 ga teng bo'ladigan bo'lsa, dasturimiz davom etsin. Print else dasturimiz yakunlansin. Break. Bu yerda user 1 ni kiritadigan bo'lsa, biz undan qaysi mahsulotni sotib olmoqchisan, shuni so'rashimiz kerak. User choice beramiz bu yerda. Choice input enter product id. Navbatdagi qiladigan ishimiz mijoz kiritgan id ga qarab mahsulotlarni ajratib olishimiz kerak. Buning uchun bitta funksiya tuzamiz. Misol uchun bu yerdan def show products degan funksiya tuzib olsak, buning ichiga id beramiz. id va copy list beramiz bunga. List mahsulotlarimizni kopiyasini bunga bog'lab qo'yamiz. Product csv. Endi bu dasturimiz mijoz kiritgan mahsulotni qaytarish kerak. Copy list indeksda id. Bu yerda id bizga indeks sifatida kelyapti. Ya'ni copy listga mahsulotlarni hammasini list sifatida o'zgartirib oldik va id bu mahsulotlarning ichida indeks bo'yicha ketma-ket ajratib bizga olib beradi. Bu yerda yana bir o'zgaruvchi yaratamiz. Product degan va unga show products va user choice ni berib qo'yamiz id sifatida. Endi buni print qiladigan bo'lsak, print product va dasturimizni qaytadan ishga tushirib ko'ramiz. Birni kiritamiz va bizda to'liq mahsulotlar chiqib kelmadi. Sababi biz bu yozgan dasturimizni for loopni ichiga kiritib qo'yibmiz. Aslida bu tashqarida bo'lishi kerak. Buni tashqariga olib olamiz. Va endi dasturimizni qaytadan ishga tushiramiz.
Mana hamma mahsulotlarimiz chiqib keldi. Birini tanlaymiz. Yes. Ikkini tanlasak mana bizga biz tanlagan mahsulot chiqib keldi. Navbatdagi qiladigan ishimiz bu mijozdan shu mahsulotdan qancha xohlashini so'rash. Amount degan o'zgaruvchi yaratib olamiz. Integer input how many kilograms of product bu yerga f yozsak, bu yerda product faqatgina nomini olish uchun unga indeks bilan murojaat qilamiz, ya'ni birinchi indeksda mahsulotning nomi mavjud. Endi buni hisoblab mijozga qaytarishimiz kerak. Print f dan foydalanamiz yana. Total price of is, bu yerda endi price'ni olishimiz kerak. Price'ni floatga o'zgartirib olamiz. Float product. Narx joylashgan indeks bizda ikkinchi hisoblanadi. Shuning uchun bu yerga 2 raqamini yozamiz va uni ko'paytiramiz amount ga. Amount. Dollar belgisini qo'yib dasturimizni yakunlaymiz. Endi qaytadan ishga tushirib ko'rsak, bu yerda mana ko'rib turganlaringdek 15 kilogramm olmaning umumiy narxi qancha bo'lishini chiqarib berdi. Endi dasturimizni shu yerda yakunlaymiz. Break beramiz va dasturimiz yakunlanadi. Mana ko'rib turganlaringdek dasturimiz yakunlandi, lekin bu yerda bir qancha kamchiliklar bor. Misol uchun Apple bizda faqatgina 12 kilogramm mavjud xolos. Lekin mijoz 15 kilogramm kiritsa ham dasturimiz ishlab unga umumiy summani qaytarib chiqarib beryapti. Bu yerda mijoz kiritgan miqdor bizda mavjud bo'lgan miqdordan doimo kam bo'lishi kerak. Dasturimizning birinchi kamchiligi bu va dasturimizning ikkinchi kamchiligi bu mijoz faqatgina bir dona mahsulotni narxini hisoblash imkoniyatiga ega. Dasturimiz shunaqa imkoniyatlar cheklangan tarzda yakunlandi, lekin o'zinglar shu kamchiliklarni to'g'rilashga harakat qilib ko'rishlarini so'rab qolardim. Agarda qandaydir muammoga duch kelsanglar yoki qila olmasanglar, keyingi darsimizda aynan shu qismini qanaqa qilib yakunlab dasturimizni mukammal holatga keltirishni o'rganamiz. Hammaga rahmat, bugungi darsimiz tugadi.